Jazo chorasi jinoyat sodir etgan shaxsni axloqan tuzatish, jinoiy faoliyatni davom ettirishiga yo'l qo'ymaslik va boshqalarni ogohlantirish maqsadida qo'llaniladi. Biroq sodir etgan jinoyatlar uchun sudlangan va hozirda manzil koloniyada jazo o'tayotgan fuqaro tuzalish yo'liga o'tish o'rniga firibgarlikka qo'l urdi. Ma'lumotlarga ko'ra, asli dang'aralik bo'lgan mahkum tanishiga qo'ng'iroq qilib, o'zini ichki ishlar xodimi sifatida tanishtirgan va akasini yaqindan bilishini aytgan. Akasiga ichki ishlar vazirligidan kelgan mehmonlarni izzat ikrom qilish uchun mablag' zarur degan iddao bilan 1.300.000 so'm pulini o'z kartasiga o'tkazib olgan. Yana bir holatda esa boshqa shaxsni giyohvandlik savdosida ayblaydigan video tasvirlar bor deb qo'rqitgan va undan 4 million so'm pul talab qilgan. Shu pulni tanishi orqali olish vaqtida huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan jinoyat fosh etilgan. Shuningdek, mahkum o'zini shifokor sifatida ko'rsatib, o'qituvchisi og'ir kasal bo'lib qolgani, davolash uchun mablag' zarurligini aytib, yana bir tanishini ishontirib, uning 10.400.000 so'm pullarini o'zining kartasiga o'tkazdirishga erishgan. Ma'lum bo'lishicha, mahkum jabrlanuvchilar haqidagi ma'lumotlarni oldindan bilgan holda rejalarini amalga oshirgan. Qo'qon shahar sudidagi jarayon videokonferensiya orqali o'tdi. Sudlanuvchi aybini to'liq tan oldi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 165-moddasi 2-qismi A bandi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-moddasi 3-qismi B bandi bilan Jinoyat kodeksi 57-moddasini qo'llab, muayyan huquqdan mahrum qilmagan holda 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksi 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan 5 yil 3 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jinoyat kodeksi 59-moddasi 8-qismi va 61-moddalari tartibida ilgari hukm bo'yicha tayinlangan jazolarni o'talmagan qismini tayinlangan jazoga qisman qo'shish yo'li bilan uzr-kesil o'tash uchun 5 yil 6 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sud hukmiga ko'ra mahkum endigi jazosini qattiq tartibli koloniyada o'taydigan bo'ldi. Shuningdek, jabrlanuvchilarga yetkazilgan zararlarni to'liq qoplab berish ham belgilandi.